Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, kunmisizlar, ishlaring yaxshimi? Nimani aytmoqchiman? Ko'pincha hozir yoshlar yoki o'yinlarga yoki qandaydir qora ishga nima desam, xuddi bir bugun katta pul ishlash maqsadida ishlayapti. Buni ko'rib turibmiz ko'p joyda. Qanday qilishimiz kerak aslida? Bilimli bo'lgan holda bilim olib, miya bilan ishlashni, pul topishni o'rganishimiz kerak. O'shanda bizga imkoniyatlar bo'ladi va o'shanda biz qora mehnatdan chiqib aqliy mehnatga o'tamiz. Aqliy pul topsak, biz ko'p imkoniyatlarga yetamiz. Bo'lmasa, qora mehnat bilan inson uzoqqa borishi qiyin, kasallik orttiradi o'ziga. Biz ham o'zimiz aslidagi qora mehnat bilan ishlaganmiz boshiga, lekin aytmoqchimanki, qora mehnat bilan boshlagan taqdirda ham aqliy mehnatni olishga harakat qilishimiz kerak. Aqliy mehnat bizni o'stiradi, imkoniyatlarimizni kengaytiradi va ko'p pul topishga, yaxshi hayot yashash tarzimizni o'zgartirishga imkoniyat beradi. Hammaga salom, sog' bo'linglar. Bizga podpiska qilinglar. O'zimizni tushungan, olgan bilimlarimizni shu yerga ulashib boramiz. Kulib yuramiz. Xo'p, sog' bo'ling.